Xullas do'stlar, Koreya kelganlaringdan keyin eng alam qiladigani bu sizlarni koreys tilida gapirmayotganliklaring bo'ladi. Nimaga deganda, o'zimizda hozir bugun shunaqa holat bo'ldi. Ya'ni bir muammo bo'layapti. Ammo men koreys tilida yaxshi tushuntira olmayotganligim uchun o'sha narsani, o'sha muammoni yechishga biroz qiynalyapman. Ya'ni hozir O'zbekistonda sizlar o'rganayotgan bo'lsanglar koreys tilini, maragi, sigi, titgi, iggi qilib o'rganayotgan bo'lsanglar, maragini ham o'rganib qo'yinglar. Maragi bu yerga kelganlaringdan keyin 100%, 100% maragi bo'lasizlar, tamom. Muammo bo'ladi, ish qilasizlar, ish topasizlar, ish beruvchi bilan gaplashasizlar, ko'chada gaplashasizlar, tanish orttirasizlar. Bu yerdagi inostranslar ham, mana masalan boshqa davlatdan kelgan, masalan o'qishga kelayotgan bo'lsanglar, boshqa davlatdan kelgan odamlar ham koreys tilida gapiradi. Ingliz tilida ham gapirayotganlari bor endi. Fakultet agar inglizcha bo'lsa, inglizcha gapirayotganlari ham bor. Lekin основной bir 90% koreys tili baribir kerak bo'ladi do'stlar. Xullas, kelyapsizlarmi, koreys tilini qanqillatib gaplashib o'rganib kelinglar. Bo'lmasa ishga kelasizlarmi, o'qishga kelasizlarmi, baribir muammo chiqadi. Sizlarga istalgan masalan shartini qo'yadi, sizlar tushunmay ne deb turaverasizlar. Agar hamma narsaga ha deb tursanglar, muammolaring kamaymaydi. Aksincha ko'payib boraveradi. Xudo behudaga pul ushlab qoladi. Eng kerakli bo'lgan narsalardan bittasi, eng kerakli bo'lgan sredstva deydi-ku ruschasiga. Xuddi o'shanaqa holat. Shuning uchun do'stlar, O'zbekistondamizlar, koreys tilini o'rganyapsizlarmi? Koreys tili maragilaringni ham kuchaytirib kelinglar, iloji boricha. Shu.